1939-yildan 1945-yilgacha 100 mingdan ortiq nemis askarlari 200 milliondan ortiq pervitin tabletkasini iste'mol qilishdi. Pervitin bu oddiy metamfetamin bo'lib, askarlarda 3 sutka davomida hushyorlikni va barqarorsizlikni ta'minlab berdi. Endi finlik soldat Ayma Koivunen tarixiga nazar solsak, 1944-yilning 16-mart kuni Sovet va Fin frontiga tushgan ayg'oq guruhining tarkibida bu ham bor edi. Ozroq fursat o'tgach, Sovet askarlaridan qochib qutulishiga to'g'ri keldi. O'shanda butun otryadga mo'ljallangan 30 ta tabletkani ichdi-yu qochdi. U chanada 400 kilometrni bosib o'tdi, lekin hali ham o'zini to'xtata olmasdi. Yo'lda qarag'ay barglari bilan oziqlandi va bir qushni tutib, uni xomlay yeb qo'ydi. Topishganda u 43 kilogramm edi va uning pulsi 200 ga